Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Fevral oxirida qilib bergan obyektimiz tubalarni tashlab berib ketgandik. Tayyorlabda o'rnatgan keldik. Unitaz bo'ladi, dush bo'ladi. Bu yerda shkaflar akvina bo'ladi. Bunaqadan 3 ta bizda. Rakvina, dush, unitaz, gigiyenический dush. Hop, birinchi dushimiz tayyor. Quyma unitaz, gigiyenический dush. Ustalarga iltimos qilgan bo'lardim. Uchastik degan narsa bor. Ichki rezda. Shu narsa kafelni orqasi bilan teng bo'lishi kerak. Bu o'rgatish, bu bir unaqa tavsiya bu ustalarga. Ana shu orqasidan o'zini chashka deydi mana narsani. O'zining rangidagi chashka tushmadi. Oradan shu 1 sm ga yaqin zazur qoldi. Mana shu yerda. Iloji mana bu chashka olib kelib qo'yishga majbur bo'ldik. Ustalarga, kafel ustalarga tavsiya. Hech qachon bu yuzi bilan teng bo'lmasin, orqasi bilan teng bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shunaqa plotniy bo'lib chiroyli chiqadi. Agar buni usti bilan teng bo'lib yoki tashqariga chiqarib qo'ysa, mana qanday narsalar ortiqcha qo'shimcha narsa olishga to'g'ri keladi. O'zining rangidagi bo'lsa chiroyli baribir. Hali suvni ochmadik. Birinchi dushimiz tayyor. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Hurmatli obunachilar, dushimiz tayyor. Mana shunaqangi chiroyli dushni yapsiz.